O'z xalqini qorbobolarga qatl qildirgan va butun davlat xazinasini kravati tagiga yashirgan telba diktator haqida eshitganmisiz? Bu Ekvatorial Gvineya diktatori Fransisko Moazes Nguema. Tarixda undan-da mantiqsiz va qonxo'r psixopat bo'lmagan. Tasavvur qiling. U mamlakatga ziyoli so'zini ishlatishni qonunan taqiqlagan. Barcha maktablarni yopgan. U hatto ko'zoynak taqqan har qanday odamni juda aqlli ko'rinadi va davlatga xavf tug'diradi degan dahshatli sabab bilan so'roqsiz qatl qildirgan. Uning iqtisodiyotdagi karyerasi undan-da g'alati edi. Nguema Markaziy bankni yopib yuboradi. Butun boshli davlatning oltin valyuta zaxirasini va millionlab dollarlarni chemadanga solib, o'z qishlog'iga tashib ketgan va to'g'ridan-to'g'ri yotadigan eski kravatini tagiga saqlagan edi. Lekin uning haqiqiy yovuzligi 1975-yilning Rojdestvo bayramini cho'qqisiga chiqadi. Nguema poytaxtdagi milliy stadionga 150 nafar siyosiy raqibini yig'adi. Jallodlarga esa Qorbobo, ya'ni Santa Claus libosini kiydiradi. Ulkan stadionda radiodan baland ovozda Quvnoq bayram qo'shig'i yangrab turgan bir paytda Qorbobolar 150 kishini ommaviy qatl qiladi. Bu g'irt psixologik thrillerning o'zi edi. Uning 11 yillik hukmronlik davrida davlat aholisining 1/3 qismi yo'q qilingan yoki qochib ketgan edi. Taxtdan ag'darilib qo'lga tushayotgan so'nggi daqiqalarda u nima qildi deysizmi? Albatta, o'zining kravati ostidagi butun boshli davlat xazinasini o't qo'yib yoqib yuboradi. Bunaqa dahshatli va shok faktlarni o'tkazib yubormaslik uchun Enigma kanaliga obuna bo'ling.